O'zbekistondan Abu Dabi shahriga yetib keldi tandirlar. Katta rahmat. Ya bismillah. Mana Jahon aka ochamiz. Abu Dabi shahriga yetib keldi tandirimiz. Xudo xolasa bugun somsa. Xudo xolasa o'zbekcha somsa. Qani ichida komplektda ham narsa bormi? Santimetrim seminimizda video. Qani bismillah. Mana o'sha o'zim xohlagan bunaqasi. Birinchi marta xudo xolasa mana hamma narsasi bilan kelibdi. Bunaqasi cho'pilikka qishayibdi. Bunda kelguncha hech narsa emas, buni to'g'rilab olamiz. Samidoni komplektlari kelgan. Qo'kandozi kelibdi. Mana endi pishiradigani. Mana tak. Yana nimasi? Mana bu cho'plar anaqalari, ham uzadigan anaqalar. Somsani uzadigan. Garelkasi ichida. Garelka kelgan. Mana garelka. Mana bu ham temiri, mana garelkasi. Gazga chiqib garelkasi. Mana Maşallah. Mana. Bu hiç kaçadık hamasını. Oqoqlar. Bizga ham dushik nima bo'pti deya bu. Upakovka. Zo'r bo'pti-yu upakovkasi. 115 kilo. O'zbekistondan Abu Dabiga qarab yetib keldi. Duo qilinglar sonsalarimiz. Chiroyli. Maşallah. Yana deysan. Yeysan, yana deysan. Tandirlar mana shu bo'ladi. Mana Abu Dabi shahriga yetib keldi. Rahmat, tandirlarni oldik mana. O'zbekistondan Abu Dabi shahriga yetib keldi tandirlar. Katta rahmat tandirlar uchun. Mana yeysan, yana deysan tandiri Abu Dabi shahrida endi. Marhamat. Bismillah deb maşallah boshlaymiz endi. Inshaalloh endi somsalarni qo'ysak, yana bitta. Xudo xolasa duo qilamiz, Jahon aka. Mana rahmat katta. Oldik, ochdik, nasib qildi. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Chiroyli odzivlar uchun juda ham katta rahmat opamizga. Sizlarga ham shunaqa tandir kerak bo'lsa, butun dunyoga dastlabki xizmati bor bizda. Bemalol murojaat qilinglar, sizlarga ham yetkazamiz. Tandirlar narxini bilmoqchi bo'lsanglar, kommentda plus belgisini qoldirsanglar, sizlarga albatta narxini yozib yuboramiz. Eslatib o'taman, 31 dekabrgacha bu tandirlarimiz skidkada.